Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzu haqida gaplashmoqchiman. Balki siz ham so'nggi paytlarda supermarketga kirib, narxlarning ko'tarilganini, odatdagidan ko'proq pul sarflayotganingizni sezgandirsiz. Balki yaqinlaringizdan, do'stlaringizdan ham pulimizning qadri pasayib ketyapti degan gaplarni eshitgandirsiz. Bu oddiy emas. Bu deyarli har birimizning kundalik hayotimizga, oilaviy byudjetimizga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy muammo. Sizni qattiq tashvishga solayotgan, balki hatto uyqungizni ham o'g'irlayotgan ushbu vaziyatdan qanday chiqish yo'llarini bugun atroflicha muhokama qilamiz. Bu ma'lumotlar hozirgi va kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga yanada ko'proq odamlarga yordam berishimizga yordam beradi. Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bir necha yil oldin aksariyat oilalar uchun byudjetni rejalashtirish nisbatan oson edi. Ish haqi barqaror edi. Narxlar ham unchalik tez o'zgarmasdi. Masalan, 2012-2019 yillarda 1 kilogram mol go'shti taxminan 1,5 ming so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, endi bu narx 70 ming so'mga yetdi. Ba'zi joylarda undan ham baland. Xuddi shunday. 1 litr o'simlik yog'i 10-12 ming so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 20-25 ming so'mga ko'tarildi. Non, elektr energiyasi, gaz tariflari, transport xarajatlari hammasi ko'tarilishda davom etmoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning ertalabdan kechgacha mehnat qilib topgan pulingizning sotib olish qobiliyati pasayib bormoqda. Bugun 10 ming so'mga olgan narsangizni ertaga xuddi shu pulga ola olmasligingiz ehtimoli ortib boryapti. Nima uchun bu o'zgarishlar yuz bermoqda? Sabablari juda ko'p va ular bir-biriga bog'liq. Birinchidan, global iqtisodiy beqarorlikni unutmasligimiz kerak. Dunyo bo'ylab kuzatilayotgan inflyatsiya, xomashyo narxlarining o'sishi, logistika zanjirlaridagi uzilishlar va geosiyosiy keskinliklar barcha mamlakatlarga, jumladan bizning O'zbekistonimizga ham ta'sir qilmoqda. Masalan, Rossiya-Ukraina mojarosi global bug'doy narxlarini oshirib yubordi. Bu esa o'z navbatida un va non mahsulotlarining qimmatlashishiga olib keldi. Neft va gaz narxlarining o'zgarishi esa transport va ishlab chiqarish xarajatlarini oshirib, deyarli barcha tovar va xizmatlarning narxiga ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning mahalliy bozoringizdagi narxlar nafaqat ichki, balki butun dunyodagi voqealar bilan ham bog'liq. Ikkinchidan, ichki omillar ham bor. Masalan, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar doirasida bozor mexanizmlarining kuchayishi, subsidiyalarning bosqichma-bosqich kamaytirilishi ba'zi tovar va xizmatlar narxining real qiymatiga chiqishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, elektr energiyasi va gaz tariflarining o'zgarishi, qishloq xo'jaligidagi davlat intervensiyasining kamayishi mahsulot narxlariga ta'sir qiladi. Aholi sonining o'sishi, ichki talabning oshishi ham narxlarning ko'tarilishiga turtki beradi. Shuningdek, kreditlarning oson berilishi ham muayyan darajada pul massasini oshirib, inflyatsiya bosimini kuchaytiradi. Aholi qo'lida ko'proq pul bo'lganda tovarlarga talab ortadi. Bu esa narxlarning ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda markaziy banklarning pul kredit siyosati ham inflyatsiyani jilovlashga qaratilgan bo'lsa-da, bu jarayon bir zumda yuzaga kelmaydi va o'zining nozik tomonlariga ega. Avvallari ko'pchiligimiz moliyaviy rejalashtirishga unchalik e'tibor bermasdik. Chunki narxlar sekin o'zgardi va kutilmagan holatlar kam edi. Endi esa bu o'zgarishlar shunchalik tez va kutilmaganda sodir bo'lyapti, ko'pchilikni tayyorgarliksiz qoldirmoqda. Bu xuddi tog'da sayr qilgandek, avvallari yo'llar tekis edi. Hozir esa har qadamda kutilmagan to'siqlar paydo bo'lmoqda. Agar siz bu o'zgarishlarga moslashmasangiz, moliyaviy muammolar girdobiga tushib qolishingiz xavfi bor. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nimalarni bilishimiz kerak? Kimlar ko'proq xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, har bir inson inflyatsiya nima ekanligini va uning shaxsiy moliyangizga qanday ta'sir qilishini tushunishi shart. Inflyatsiya bu pulning sotib olish qobiliyatining pasayishi. Ya'ni sizning pulingiz vaqt o'tishi bilan kamroq narsa sotib olishi mumkin. Agar sizning pulingiz har yili embargoga qadrsizlansa, sizning yegan pulingiz ham bazaga kamayib boradi. Garchi raqamlar o'zgarmasdan tursa ham. Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz bankda 10 million so'm saqlayapsiz. Agar yillik inflyatsiya 10% bo'lsa va bank sizga hech qanday foiz to'lamasa,
bir yildan keyin sizning 10 million so'mingiz avvalgi 9 million so'mlik qiymatga ega bo'ladi. Ya'ni sizning pulingiz nominal jihatdan o'zgarmagan bo'lsa-da, real jihatdan qadrini yo'qotadi. Bu faqatgina narxlarning o'sishi emas, balki pulimizning o'g'irligi kamayishi degani. Kimlar ko'proq xavotirlanishi kerak? Daromadi beqaror yoki doimiy ish joyiga ega bo'lmaganlar, masalan, mavsumiy ishlarda band bo'lganlar, quruvchilar, qishloq xo'jaligi ishchilari, mustaqil frilanserlar yoki yangi biznes boshlaganlar. Ularning daromadi oyma-oy o'zgarib turadi va kutilmagan xarajatlar yuzaga kelganda darhol qiyinchilikka duch kelishlari mumkin. Faraz qiling, bir quruvchi bahor va yozda yaxshi daromad topadi, lekin qishda ish kamayadi. Agar u yozda yetarli jamg'arma to'plamasa, qishda inflyatsiya fonida qarzga botishi mumkin. Chunki topgan puli kamaygan bo'lsa-da, narxlar oshib boradi. 2. Aslida faqat bitta daromad manbaiga bog'liq bo'lganlar. Agar oilada faqat bir kishi ishlasa va kutilmaganda u ishidan ayrilsa yoki kasal bo'lib qolsa, butun oila moliyaviy qiyinchilikka duch keladi. Misol uchun, bir o'qituvchi ayol oilasining yagona daromad manbai bo'lsa, maoshining inflyatsiya darajasida oshmasligi uning oilaviy byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki har yili bolalarning maktab anjomlari, kiyimlari va oziq-ovqat narxlari oshib boradi. Agar bir kishi ishdan bo'shatilsa, o'rniga boshqa daromad manbai bo'lmagani uchun oilaning daromad nolga tushishi mumkin. Uch, asrash yuqori iste'molchi kreditlari yoki boshqa qarzlarga ega bo'lganlar. Agar sizning maoshingizning katta qismi kredit to'lovlarga ketsa va narxlar oshsa, boshqa ehtiyojlaringizni qondirish qiyinlashadi. Misol uchun, 20 million so'm iste'mol kredit olgan va oylik 2 million so'm to'layotgan kishi, agar uning daromadi inflyatsiya darajasida oshmasa, qolgan pulining sotib olish qobiliyati pasayganligi sababli hayot sifati yomonlashadi. Chunki kredit to'lov miqdori o'zgarmaydi, ammo boshqa ehtiyojlar uchun qolgan pulning qiymati tushib ketadi. 4. Jamg'armalar bo'lmaganlar yoki ularni uyda naqd holda saqlaydiganlar. Astres pulni bankda foizsiz saqlash yoki yostiq ostiga yashirish inflyatsiya davrida pulning qadrsizlanishiga olib keladi. Yuqoridagi 10 million so'm misoli bunga yaqqol dalil. Har yili 10% inflyatsiya bo'lsa, 5 yilda bu pulning deyarli yarmi eriydi. 5. Astres nafaqaxo'rlar va qat'iy daromadga ega bo'lganlar. Ularning daromadi kamdan kam holda inflyatsiya darajasida indekslanadi yoki inflyatsiyadan sezilarli darajada o'rta qoladi. Misol uchun, har oy 25 million so'm nafaqa oladigan keksa bir ayolning xarajatlari har yili 25 ko'rga oshsa, uning xarid qobiliyati keskin pasayib, dorilarga va oziq-ovqatga puli yetmay qolishi mumkin. Chunki uning nafaqasi shu tezlikda oshmaydi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bir, diversifikatsiyalangan investitsiyalarga ega bo'lganlar. Ya'ni pullarini bir nechta turli aktivlarga ko'chmas mulk, qimmatbaho metallar, aksiyalar, valyuta ajratganlar. Ular bir aktiv qadrsizlansa, boshqasi hisobiga yo'qotishlarni qoplash imkoniyatiga ega. Masalan, kimdir o'z pullarini dollarda, bir qismini bank depozitida, qolganini esa uy sotib olishga investitsiya qilgan bo'lsa, agar so'm qadrsizlansa, dollar yoki ko'chmas mulk qiymati oshib, uning moliyaviy ahvoli barqaror bo'lib qolishi mumkin. Bu barcha tuxumlarni bir savatga solmaslik tamoyiliga o'xshaydi. Yetarli miqdorda zaxira jamg'armaga ega bo'lganlar. Kamida 3 oydan 6 oygacha bo'lgan majburiy yashash xarajatlari uchun puli borlar kutilmagan holatlarda ishdan bo'shash, kasallik, uy ta'miri o'zlarini himoyalagan bo'ladilar. Bu ularga shoshilinch qarorlar qabul qilishga majburlamasdan vaziyatni xotirjamlik bilan tahlil qilish imkonini beradi va moliyaviy stressni kamaytiradi. 30. Bir nechta daromad manbaiga ega bo'lganlar. Asosiy ishidan tashqari qo'shimcha daromad keltiradigan biznesga ega bo'lganlar yoki bir nechta sohada o'z mahoratini ishga soladiganlar. Misol uchun, asosan dasturchi bo'lib ishlaydigan yigit bo'sh vaqtida veb-saytlar yaratish bo'yicha buyurtmalar olib, o'z daromadini oshiradi. Agar asosiy daromadida muammo yuzaga kelsa, qo'shimcha daromadi uni qiyinchilikdan qutqarishi mumkin. Bu moliyaviy xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi. 4. Asterisk moslashuvchan ko'nikmalarga ega bo'lganlar. Asterisk tez o'rganuvchan va bozordagi talabga mos ravishda yangi kasblarni egallay oladigan mutaxassislar. Ular doim ish topish imkoniyatiga ega bo'ladilar va ish haqi bo'yicha yuqori talab qo'yishlari mumkin. Masalan, an'anaviy kasb egasi bo'lgan muhandis IT sohasida kurslarni tamomlab, o'z bilimlarini raqamli ko'nikmalar bilan boyitsa, ish bozorida yanada raqobatbardosh bo'ladi va daromad olish imkoniyatlari kengayadi.
Bu vaziyatda sizning shaxsiy moliyaviy strategiyangizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Moliyaviy immunitetni shakllantirish, sog'lom moliya odatlarini rivojlantirish bu bugungi kunda har birimiz uchun ustuvor vazifa. Har qanday qo'yda kabi inflyatsiya va moliyaviy tayyorgarlik masalasida ham istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar mavjud. Ular haqida ham bilishingiz muhim. Istisnolar va o'ziga xos holatlar. Astash, har doim ham inflyatsiya yomon emas. Agar sizning daromadingiz inflyatsiya darajasidan tezroq o'ssa, aslida sizning sotib olish qobiliyatingiz oshgan bo'ladi. Masalan, agar inflyatsiya aniq bo'lsa, lekin sizning maoshingiz 15% ga oshsa, sizning moliyaviy holatingiz yaxshilanadi. Chunki sizning real daromadingiz o'sgan bo'ladi. Ba'zi iqtisodiy o'sish davrlarida mo'tadil inflyatsiya kuzatilishi mumkin. Bu esa ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va ish o'rinlari yaratadi. Bu faqatgina pulni qadrsizlantiruvchi omil emas, balki iqtisodiy faollikning belgisi ham bo'lishi mumkin. 2. Ba'zi sohalar inflyatsiya davrida rivojlanishi mumkin. Asterisk, masalan, xomashyo narxlari oshganda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar, konchilik sanoati yoki energiya kompaniyalari ko'proq foyda ko'rishi mumkin. Chunki ularning mahsulotlariga talab oshib, narxlar ko'tariladi. Shuningdek, narxlar o'sishi fonida yuqori sifatli uzoq muddat xizmat qiladigan tovarlarga talab ortishi mumkin. Chunki odamlar pulni tez-tez arzon narsalarga sarflashdan ko'ra bir marta sifatli mahsulotga investitsiya qilishni afzal ko'rishadi. 30. Ashish qarz oluvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin. Agar siz qat'iy foiz stavkasi bilan katta miqdorda qarz olgan bo'lsangiz, inflyatsiya natijasida pulning qadri tushganligi sababli qarzni qaytarish nisbatan osonlashadi. Misol uchun, agar siz 100 million so'm qarz olib, uning foizi o'zgarmasa, pulning qadri tushgan sari siz qaytaradigan 7 million so'mning real qiymati kamayadi. Ya'ni avval sizga og'irroq tuyulgan qarz miqdori inflyatsiya natijasida yengillashadi. Lekin bu juda xavfli strategiya va ko'pchilik uchun mos emas. Chunki daromadingiz ham inflyatsiyadan ortda qolishi mumkin. Xavfli jihatlar va yashirin tuzoqlar. 1. Vahimali sotib olish. Iqtisodiy beqarorlik davrida odamlar ko'pincha vahimaga tushib, noto'g'ri qarorlar qabul qilishadi. Masalan, valyuta kurslaridagi kichik tebranishlar tufayli tezda hamma so'mni dollarga almashtirishga shoshilishadi. Keyin esa dollar kursi tushganda katta yo'qotishlarga duch kelishadi. Yoki tovarlar narxi o'sishidan qo'rqib, kerakmas narsalarni ham ortiqcha miqdorda sotib olishadi. Bu esa ularning pulini muzlatadi va budjetiga zarar yetkazadi. Chunki bu ortiqcha mahsulotlarni saqlash ham, ularning muddati o'tishi ham xarajat. Tez boylik orttirish sxemalariga uchish. Qiyin davrlarda odamlar o'z muammolariga tez va oson yechim topishga intilishadi. Shu sababli turli xil firibgar sxemalar, masalan, piramida sxemalari yoki yuqori daromadli, kam riskli investitsiya takliflari paydo bo'ladi. Misol uchun, sizga bir oyda 20-30% foyda va'da qiladigan kompaniyalar haqida eshitgandirsiz. Bunday investitsiyalar odatda katta moliyaviy yo'qotishlar bilan yakunlanadi. Chunki ular hech qanday real aktivlarga asoslanmagan bo'ladi. Asosiy qarzni e'tiborsiz qoldirish, inflyatsiya qarzni qaytarishni osonlashtirishi mumkin bo'lsa-da, bu unga beparvo bo'lish kerak degan emas. Agar sizning daromadingiz inflyatsiyada ortda qolsa, qarzni to'lash qiyinlashishi mumkin. Ayniqsa, o'zgaruvchan foiz stavkali kreditlar juda xavfli. Chunki foizlar o'sishi bilan oylik to'lovlar ham ko'payadi va sizning byudjetingizga katta zarba beradi. 4. Barcha pullarni past foizli depozitda saqlash. Agar bank sizning depozitingizga yillik 15% foiz to'lasa, lekin inflyatsiya ilg'or bo'lsa, sizning pulingiz real qiymatda kamayishda davom etadi. Bu shunchaki pulni uyda saqlagandan biroz yaxshiroq, ammo baribir zararli. Pulni inflyatsiyadan himoya qilish uchun foiz stavkasi inflyatsiya darajasidan yuqori bo'lgan depozitlar yoki boshqa investitsiya vositalarini izlash kerak. Aks holda sizning jamg'armalaringiz sekin-asta eriydi. Asterisk, faqat bitta valyutaga ishonish. Masalan, barcha jamg'armalarni faqat AQSh dollarida saqlash. Garchi dollar odatda barqaror valyuta hisoblansa-da, uning ham o'z xavflari bor. Global iqtisodiy o'zgarishlar, siyosiy qarorlar valyuta kurslariga ta'sir qilishi mumkin. Moliyaviy mutaxassislar valyuta diversifikatsiyasini tavsiya etadi. Ya'ni pulni bir nechta kuchli valyutalarda, masalan, dollar, yevro, yuqori foizli so'm depoziti saqlash bu xavfni kamaytiradi. Nozik va tushunarsiz jihatlar, inflyatsiyaning psixologik ta'siri. Narxlar o'shishi nafaqat
byudjetga, balki odamlarning ruhiy holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Doimiy narxlar haqidagi tashvish moliyaviy kelajakdagi noaniqlik, stress, xavotir va tushkunlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa o'z navbatida vahimali harakatlar yoki noto'g'ri moliyaviy qarorlarga olib kelishi mumkin. Sog'ligingizga ham ta'sir qiladi. 2. Astirish moliyaviy savodxonlikning muhimligi faqatgina pul yig'ish va tejash inflyatsiya sharoitida yetarli emas. Qayerga investitsiya qilish, qanday xarajatlarni qisqartirish, kreditlardan qanday to'g'ri foydalanish kabi murakkab moliyaviy masalalarni tushunish bugungi kunda juda muhim. Bu doimiy o'rganish va yangilanishni talab qiladi, chunki iqtisodiyot doimo o'zgarib turadi. 3. Astirish nominal va real daromad o'rtasidagi farq. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sizning maoshingiz nominal jihatdan o'sishi mumkin, masalan 10%ga. Ammo agar inflyatsiya 15% bo'lsa, sizning real daromadingiz aslida 5%ga kamaygan bo'ladi. Ko'pchilik bu farqni tushunmaydi va faqat raqamlarga qarab aldanishi mumkin. Haqiqiy moliyaviy holatni baholashda har doim real daromad va xarajatlarni hisobga olish kerak. Ya'ni pulning sotib olish qobiliyatini hisobga olish lozim. 4. Astirish inson kapitaliga sarmoya kiritish eng yaxshi investitsiya. Bu sizning o'zingizga, bilimlaringizga va ko'nikmalaringizga kiritgan sarmoyangizdir. Yangi kasbni o'rganish, mavjud malakangizni oshirish, til bilish, bularning hammasi sizning kelajakdagi daromad olish imkoniyatlaringizni oshiradi va sizni iqtisodiy shoklarga nisbatan chidamliroq qiladi. Misol uchun, agar siz buxgalter bo'lsangiz va dasturlashni o'rgansangiz, ikki sohada daromad topish imkoniga ega bo'lasiz. Bu esa sizni moliyaviy jihatdan ancha barqaror qiladi va ish bozorida qiymatingizni oshiradi. Bu nuanslarni tushunish sizga yanada puxta moliyaviy qarorlar qabul qilishga yordam beradi va kutilmagan vaziyatlarda to'g'ri yo'l tutishga imkon beradi. Endi esa eng muhim qism, nima qilish kerak degan savolga aniq javoblar. Men sizga hozirda moliyaviy ahvolingizni yaxshilash va kelajakdagi kutilmagan vaziyatlarga tayyorlanish uchun konkret qadamlarni aytib beraman. 1. Byudjet tuzing va xarajatlaringizni kuzatib boring. Bu har qanday moliyaviy rejalashtirishning asosidir. Siz qancha pul topayotganingizni va qayerga sarflayotganingizni bilmasangiz, moliyaviy ahvolingizni yaxshilay olmaysiz. Qanday qilish kerak? Bir oy davomida har bir so'm sarfingizni qayd eting. Buni daftarga yozish mobil ilovalar, masalan, mening byudjetim kabi yoki Excel jadvali yordamida qilishingiz mumkin. Shuningdek, bank kartangizdagi harakatlarni kuzatish ham foydali. Nimalarni yozish kerak? Daromadlaringiz, ish haqi, qo'shimcha daromadlar, nafaqalar, majburiy xarajatlar, kommunal to'lovlar, kreditlar, ijara, oziq-ovqat, transport, kiyim-kechak, ko'ngilochar xarajatlar. Har bir toifaga ajratilgan summani belgilang. Maqsadi keraksiz xarajatlarni aniqlash va ularni qisqartirish yo'llarini topish. Masalan, har kuni kofe uchun 20 ming so'm sarflash bir oyda 600 ming so'm degani. Bu esa oilaviy byudjetga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu pulni jamg'armaga yo'naltirish mumkin. 2. Favqulodda jamg'arma fondini shakllantiring. Bu sizning moliyaviy xavfsizlik yostig'ingizdir. Ishdan bo'shash, kutilmagan kasallik, avariya kabi holatlarda sizni qarzga botishdan saqlaydi va sizga nafas olish imkoniyatini beradi. Qancha bo'lishi kerak? Kamida 3 oydan 6 oygacha bo'lgan majburiy yashash xarajatlaringizga teng miqdor. Agar oylik xarajatlaringiz 5 million so'm bo'lsa, sizda 15-30 million so'm zaxira bo'lishi kerak. Ba'zi ekspertlar hatto 12 oylik jamg'armani tavsiya qiladi. Qayerda saqlash kerak? Oson erishiladigan, lekin doimiy ravishda ishlatilmaydigan joyda. Masalan, yuqori foizli depozit hisobvarag'ida yoki pul bozorida. Nafaqat uyda saqlamang, chunki inflyatsiya uni yeb yuboradi. Pulni naqd shaklda uyda saqlash katta xato. Qanday boshlash kerak? Har oy daromadingizning kamida 10% bu fondga ajrating. Bu sizning ustuvor vazifangiz bo'lsin. Xuddi kommunal to'lovlarni to'lagandek. O'tin qarzlaringizni qayta ko'rib chiqing va kamaytiring. Ayniqsa yuqori foizli iste'molchi kreditlari va mikroqarzlar xavfli, chunki ular sizning moliyaviy erkinligingizni cheklaydi. Qanday qilish kerak? Avvalo, eng yuqori foizli qarzdan boshlang. Uni tezroq uzishga harakat qiling, qo'r to'p usuli. Keyin boshqa qarzlarni tartibga soling. Agar qarz yuki og'ir bo'lsa, bank bilan bog'lanib, qayta moliyalashtirish yoki to'lov muddatini uzaytirish imkoniyatlarini muhokama qiling. Ba'zan qarzni to'liq uzish uchun qo'shimcha ish topish ham maqsadga muvofiq. Nimalarni yig'ish kerak? Barcha kredit shartnomalaringiz, to'lov jadvallari, bank ko'chirmalari. Bular sizga qarz holatingizni to'liq ko'rishga yordam beradi.
Qayerga borish kerak? O'zingizning xizmat ko'rsatuvchi banklaringizga yoki moliyaviy maslahatchiga. 4. Daromad manbalarini diversifikatsiya qiling. Faqat bitta ishga ishonib qolmang. Qo'shimcha daromad topish yo'llarini izlang. Bu sizni kutilmagan vaziyatlarda ancha himoyalaydi. Qanday qilish kerak? Hozirgi kasbingiz bilan bog'liq qo'shimcha ishlarni freelance, konsalting, repetitorlik topishingiz mumkin. Yoki yangi ko'nikmalarni egallab boshqa sohalarda ham ishlashingiz mumkin. Masalan, onlayn dars berish, veb-sayt yaratish, ijtimoiy tarmoqlarda kontent yaratish, hunarmandchilik. Misollar, agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, repetitorlik qiling yoki onlayn kurslar yarating. Agar yaxshi tikuvchi bo'lsangiz, buyurtmalar oling yoki o'z brendingizni yarating. Agar moliyaviy bilimlaringiz bo'lsa, shaxsiy konsultatsiya bering yoki byudjet rejalashtirish xizmatlarini taklif qiling. 5. Aqlli sarmoya kiritishni o'rganing. Inflyatsiya davrida pulni shunchaki saqlash emas, balki uni ishlashga majburlash kerak. Pulning o'ziga pul toptirishni ta'minlash muhim. Nimalarga e'tibor berish kerak? Bank depozitlari inflyatsiya darajasidan yuqori foiz taklif qiluvchi depozitlarni tanlang. Turli banklarning takliflarini solishtiring. Ko'chmas mulk, agar imkoniyatingiz bo'lsa, ko'chmas mulk narxlari inflyatsiyadan himoya qilishi mumkin. Chunki u odatda inflyatsiyadan keyin qimmatlashadi. Lekin bunda ehtiyot bo'lish kerak. Bozor tahlilini yaxshilab o'rganish zarur va bu uzoq muddatli investitsiya. Qimmatbaho metallar, oltin, kumush kabi metallar tarixan inflyatsiyadan himoyalanish vositasi bo'lib kelgan. Ularning qiymati inflyatsiya davrida o'sishi mumkin. Aksiyalar va obligatsiyalar bu murakkabroq soha, moliyaviy savodxonlikni talab qiladi. Dastlab kichik summalardan boshlash va risklarni tushunish muhim. Moliyaviy maslahatchi bilan ishlash tavsiya etiladi. Qayerga borish kerak? Yirik banklarning investitsiya bo'limlari, moliyaviy maslahatchilar, birja brokerlari. Bularning hammasi uchun to'g'ri maslahatchini topish muhim va ularning litsenziyalarini tekshirish lozim. 6. Moliyaviy savodxonligingizni oshiring, pulni boshqarishga oid kitoblar o'qing. Ishonchli manbalardan onlayn kurslar o'ting. Moliyaviy ekspertlarning videolarini ko'ring. Bu doimiy o'rganishni talab qiladi. Nimalar o'qish kerak? Boy ota, kambag'al ota, Robert Kiyosaki, Vavilondagi eng boy odam, George S. Clason, eng baxtli odam, Misha Xochinski kabi asarlar moliyaviy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Qayerdan o'rganish kerak? YouTube'dagi moliyaviy kanallar, Coursera, Udemy kabi onlayn platformalar, moliy ta'lim markazlari, banklarning veb-saytlari va nashrlari. Hukumat tomonidan moliyaviy savodxonlik bo'yicha tashkil etilgan bepul kurslarga ham e'tibor bering. 7. Sug'urta polisi haqida o'ylab ko'ring. Hayot sug'urtasi, sog'liqni saqlash sug'urtasi kabi polislar kutilmagan baxtsiz hodisalar yoki kasalliklar natijasida yuzaga keladigan moliyaviy zararlardan himoya qilishi mumkin. Bu ayniqsa oilada siz asosiy boquvchi bo'lsangiz muhimdir. Qayerga borish kerak? Ishonchli sug'urta kompaniyalari. Turli takliflarni solishtirib, sizga mos keladiganini tanlang. Polislarning shartlarini diqqat bilan o'rganing. 8. Kommunal xaridlarni optimallashtiring. Elektr energiyasi, gaz, suv sarfini nazorat qiling. Energiyani tejovchi uskunalar, lampochkalar, masalan, LED lampochkalar, suvni tejovchi kranlar o'rnatish uzoq muddatda sezilarli tejash imkonini beradi. Har oyda bu xarajatlar kichik tuyulishi mumkin. Lekin yil davomida katta summani tashkil qiladi va byudjetingizga ortiqcha bosim o'tkazadi. Issiqlik izolyatsiyasini yaxshilash ham energiya sarfini kamaytiradi. Bu qadamlar sizning moliyaviy himoyangizni yaratishga yordam beradi va sizni iqtisodiy o'zgarishlarga nisbatan ancha chidamli qiladi. Muhimi harakatni hoziroq boshlash. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugun biz juda muhim mavzu moliyaviy tayyorgarlik haqida atroflicha suhbatlashdik. Siz bilishingiz kerak bo'lgan inflyatsiyaning mohiyatidan tortib, kimlarning ko'proq xavotirlanishi, kimlarning nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligi, shuningdek e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak bo'lgan nozik jihatlargacha ko'rib chiqdik. Eng muhimi, biz siz uchun aniq harakatlar rejasi, byudjet tuzishdan tortib investitsiya qilishgacha bo'lgan qadamlarni belgilab oldik. Moliyaviy barqarorlikka erishish bir kechada sodir bo'lmaydi. Bu doimiy o'rganishni, intizomni va harakatni talab qiladigan jarayon. Ammo bu yo'lda qilgan har bir qadamingiz, har bir tejalgan so'mingiz, har bir o'rganilgan bilimingiz sizning kelajagingizga qo'ygan mustahkam g'isht bo'ladi. Unutmang, vaziyat qanchalik murakkab bo'lmasin, sizda uni o'zgartirish uchun bilim va kuch bor. Shunchaki boshlang va izchillik bilan
harakat qiling. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning moliyaviy tayyorgarligingiz haqida qanday fikrlarga egasiz? Qanday usullardan foydalanasiz? Izohlarda o'z tajribalaringizni baham ko'ring, savollaringizni yozing. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha moliyaviy erkinlik sari yo'lingizda muvaffaqiyat tilayman.